mobil komplekslardan rasmiylashtirilgan jarimalar to'g'ridan-to'g'ri qaror emas, bayonnoma rasmiylashtirilishi kerak, to'g'rimi? Bayonnoma rasmiylashtirilmaganligi uchun biz portal yo'qda ochiladigan vaqt orqaga qaytarib qo'yadigan. Vaqt orqaga qaytarib olmaganimiz uchun bu jarima avtomatik o'zi bekor bo'lib ketadi. Chunki konkret yozib qo'yilgan to'g'ridan-to'g'ri jarima emas, bayonnoma, yozma bayonnoma rasmiylashtirilishi kerak deb yozib qo'yilgan. Bayonnomani inspektor rasmiylashtiradi. Inspektor to'xtatib, moslamani ko'rsatkichlari bilan tanishtirib rasmiylashtirish kerak. Agarda haydovchi moslamaning ko'rsatkichlaridan norozi bo'lganda, ikkita guvoh to'xtatiladi, ikkita guvoh asosida rasmiylashtirilishi kerak bo'ladi. Yo, tushundim aka. Shunaqa. Sizda ham haq deylik. Agar siz misol uchun mendan o'tib ketdingiz, 76 ishting. Xo'p, 76. Sizga bayonnoma rasmiylashtirish uchun men orqangizdan quvib, men qoida buzib borishim kerak. Shunaqa bo'lyapti. Qonun bo'yicha shunaqa bo'lyapti. Qonunda bu kamchilik aka. Albatta, sizning ham kamchiligingiz emas. Bu meni ham kamchiligim. Bu qonunning kamchiligi. Qonun kamchilik bo'lgani uchun Konstitutsiyaning 20-moddasi bor. Qarama-qarshiliklar, ziddiyatliklar holat bo'ladigan bo'lsa, holat inson foydasiga talqin qilinishi kerak. Ya'ni haydovchining foydasiga talqin qilinishi kerak-da. Sudya o'tirib olib, bilasiz, 10 minut, 15 minut tanishib chiqadi, bo'ldi, ortiqcha savolim yo'q, bekor qilib beraman deydi. Men o'zim tegishli bo'lgan hamma jarimani bekor qilib olganman. Haydovchilar ham bekor qilib kelyapti. Kimlar bekor qilyapti? Sudga tayyorlanib borganlar bekor qilyapti. Просто boradi, bir xil bekor qila olmaydi. Tayyorlanib borish kerak-da sudga. Ham pogрешниyadan xato kiritilganda, jahon standarti hammasini jim. Endi men boshqa davlatdan Germaniyadan misol uchun BMW olib kelib haydayapman-da, u BMWniki kitobi bo'yicha 10 pogрешниya yozilgan. Lekin O'zbekiston qonuni bo'yicha 5 pogрешниya. Bir-biriga to'g'ri kelmayapti-da. Hamma davlatda 10 pogрешниya, lekin bitta O'zbekistonda 5. balonda prediktor bor. Da, bu ham bor, to'g'ri. Ham to'g'ri. Lekin 5 minus qiladi. 70 lik joyda misol uchun 75 ursangiz, urmaydi. 76 ni o'zi uradi. O'zi bilaman. Endi u ham ko'rib chiqyapti, bu gap chiqdi, uni uradi. U ham ko'rgan bo'ladi. Mayli aka, sog' bo'lasiz, sizdaqa xodimlar ko'paysin aka. Hamma nima deydi, oxirigacha gaplasha olmaydi. Oynasini yopib qo'yapti. Aka, birga aytaymi? Nimadan qo'rqaman men? Bo'ldi aka, gapsiz bo'lsin. O'zimga to'g'ri, men turib noto'g'ri ish qilayotganim yo'q. Misol uchun-da, davlat tomonidan berilgan bu o'zim shaxsiy mashinam bo'lsa, sizdan qochib yurardim, to'g'risida. Davlat mashinasi. Xizmatga chiqaman, borib xizmatni o'tayman, borib qo'yaman. Bo'ldi aka. Joni sog' bo'lsin, charchamaydi. Davlat ishga olmasin.